videoni umuman oyimga jo'natmaylik, iltimos. Shu bo'lmishi birinchi svidaniyasiga GRVM. Dada, to'g'ri eshitdinglar, bugun Ziya svidaniyaga chiqadi. Bu meni birinchi uchrashuvim va menimcha oxirgisi ham. Men shunaqa bardoviy luk yig'dim. Nimaga? Chunki men yangi krossovka olganman va krossovkamga mos luk yig'masam bo'lmas edi. Birinchi ko'rganda, "Vau, aqlli qiz ekan" deyish uchun shunaqa katta abaya, organza sharf oldim. "Voy, shuni o'zing kiyasizmi?" demanglar, hozir ichini ham ko'rsataman. Qulayroq harakatlanish uchun shunaqa jinsi kiyishim, qora topik kiydim. "Voy, tavba qildim, shu ham ro'molmi?" deb aql tishishdan oldin videoni oxirigacha ko'ramiz. Aslida bu abayam ichida shunaqa o'zini oq ko'ylagi bor, lekin biz ikkita dovdir inoplilitalniy uchrashuv qilmoqchi bo'lganimiz uchun KSga ketamiz. Shunga iloji boricha komfortni kiyim oldim. Qizlar, bilasizlarmi, u bola meni 25 yildan beri uchrashuvga chaqiryotdi. Men endi rozi bo'ldim desam, "Tu, mana ishonib o'tirmanglar qizlar, chunki u bola g'irib to'rmiz ekan, oxiri buyaqqa deb o'zim uchrashuvga chaqirdim." U bolani turishiga qaraganda hali ko'p peshqon yuramiz, shuning uchun qulaygina krossovka kiyib oldim. Zebo, nimaga endi nolayapsan? Yeganing shu bo'lsin. O'zing chaqirding uni svidaniyaga. Bu yerda o'sha krossovkani ochaman deb basharamni yirtib yubordim. Qaranglar. Bo'ldi, endi jillashamiz. Bu yerda ozgina turib olib siqildim. Keyin oyoq kiyimimni kiymoqchi edim. Qarasam yalangoyoq ekanman, ya'ni nosli kiymabman. Mabodo, ya'ni svidaniyada yurganimizda krossovkamni yechishga to'g'ri kelsa-yu, yechganimda uni hididan anu bolani burni ro'k etvorsa-chi deb qo'rqqanimdan ipodromdan 2,5 mingga nosli olib kelib kiyib oldim. Bu yerda meni o'ng oyog'im shunchalik katta bo'lib ketganmi deb qarasam, krossovkaning ichida musor bor ekan. E'tibor bermaysizlar, uyda onam yo'q. Shuning uchun musorlarni xohlagan joyimga otaveraman. Va nihoyat fit-filyon yil deganda krossovkamni kiyib, sizlar ko'rishlar uchun oshxonadan shunaqa stolni olib chiqib, ustiga chiqib ko'rsatdim. Faqat bu videoni onamga jo'natmaylik, iltimos, ko'rib qolmasinlar. And my final look deb o'ylab, o'zimcha mamta dovdirga o'xshab bay-bay qilib yotibman. Lekin biroq menda aksessuarlar qolib ketgan ekan. Qaranglar, sumka yetmami taqinchoq bilan qanaqa asal bo'lib qoldi. Abayamni oldini ham bekitib oldim. Hammasi chiki. And bye bye. Amam bu taqinchog'im bo'lsa shu akkauntdan olganman. Hammaga paka.